Tayfun chiqdi, tayfun. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzingmisizlar? Kunlar qanday o'tyapti, yaxshimi? Hozir uchoq xo'rozimni bitta bitta qo'yaman. Ko'rasizlar, mana tayfun bu. Mana tayfun. Hozir uchoqni bittagina qo'yaman. Yo'qsa like bosib, kommentarlarda yozib qo'yasizlar. Mana tayfun holati. Bugun kelganiga 29-may kuni kelgan. 28 kechib kelgan, 29 ham hisoblangan. 29. Bugun mana 4-kun. Zo'r xudo xolasa. Mana Emirates akalar. Mo'lgan jicha sovutdim. Mana 20 minutcha, yarim soatcha sovutdim. Ko'ziga urib qo'yib nari xo'rozni. Ko'ziga urib qo'yibdi, ko'ziga chipcha metroda ajratib qo'ydi. Men o'zlarining kallalariga tegdi-yu, kaltaga qattiqroq chiqib qoldi buni. Emirates, mah. Ana, jonim sog' bo'lur Emirates. 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 Joning sog' bo'lur Emirates. Va oxirgi legendamiz To'fon. Oxirgi legendamiz To'fonchik. Meni ham kecha 10 minut sovutdi. O'ziga hech bola qilmadi. Jamoat tumshug'ini etganman, tepa tumshug'i ham anaqa havo kirib qolgandi. Buni ham chiqarib yubordim. Endi xudo xolasa tepa bilan past ponni yetib kelsa, legendaga o'yin. Ha? Turishlaringda ko'z tegmagur. Na To'fon. To'fonchik.